Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, yaxshimisizlar? Mana buni qarangizlar-da, nima qilyapti. Tarvuzlarni yulib, mana shunday qilib yulib kelgan. Moliga to'g'ri beryapti. Buning sababi nima deb so'rasalaringiz, o'zi bilganlar biladi. Kichkina tarvuz bo'lib qolganlar. Mana ko'k surchit ko'p rivojlanmay qoladi-ku, shularni yulib tashlash kerak-da, mana bunaqa. Buni kattartiraman deb qolgan tarvuzlarni ham kuchini olib qo'yadi. O'shaning uchun bular kerak emas, bular yulib tashlash kerak. Buni yulishda bitta xatolikka yo'l qo'ygan. Mana dumi bilan, tagi bilan yulish kerak iloji bo'lsa. Mana tagi bilan qoldirish kerak u tarafga. Bu bo'lsa bunday yulibdi. Bu ham shunaqa. Mana bunday yulinish kerak mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana shunday yulinish kerak. Bu dumi bilan yulgan. Kichkina yulib tashlayapsiz-ku, mana shunday bo'lsa yaxshiroq bo'ladi. Xo'sh, o'zi mana bunday bo'lib qoladi o'zi. Qarang, ko'ryapsizlarmi? Boks pichetka bo'lib, kichkina bo'lib rivojlanmay qoladi. Qurib ketadi, endi isrof bo'lmasin, qurib chirib ketgandan ko'ra yulib tashlab molga bersa yaxshiroq bo'ladi. Mana shundaylar, mana tarvuzlar. Shular yulgan. Bu tarvuzlarda mana bu ichi rangi